Assalomu alaykum hammaga. Biz hozir Palvonbo'ydagi o'yingohda biza. Hazarasdagi Palvonbo'ydagi. Qaranglar, sizlar bilan hozir ishini shom boshidan chiqib, ilk qachgacha necha minutda boshidan chiqib, yana qachgacha bo'ladi. Sizlar bilan birga ko'rib boramiz. Taxminan yozib qoldiringlar, kilometrni biladi ollaram, necha kilometrligini. Barish kelish. Xudo xolasa normal yurib kelayotirman. Yani tez ham yuribman, qasdan yuribman. O'n chetdan keldim, bu chetdan ketib o'tirman. Iloji bo'lsa bu chetdan ketmanglar, ketganda. Nechun bu yer dor ekan, kichkina ekan, mashinalar keladi daji. Mashinalarda yana men samokatlar velosiped, mashinam gap qildi ora-chora. İbon chang'i bastı yo'l. Chang'i ishlarda yurida o'zingizga uradi. Maslahat beraman, shu yo'ldan ketchizlarmi, yana shu yo'ldan qaytchi. Kattaroq, ham katta, ham keng, ham ko'p odamni ko'rasizlar. Yurganlaringiz vaqtingiz tez o'tadi. Xudo xolasa videoni oxirida qo'yaman. Necha minutda borib kelganimni. Sog' bo'linglar. Bu videoni shunday Hazarasda territoriyasindagilar tashakkür qilaman.